men sizlar bilan yana Suno Gaming bo'lyapman. Bugun sizlar bilan biz Supermarket Simulator o'yinini o'ynaymiz. Qani bo'lmasam ketdi. Biz da bir yer sotadigan joy bo'ladi-yu shekilli. Chiqamiz. Oyun bug bo'lib qoldi meni bali. Uzr vallar, hozir o'yin mana stolga o'tirdim, bug bo'lib qoldi. Shunga o'yinni qaytadan boshlashga to'g'ri kelib qoldi. Biz hozir menimcha magazinimizga narsa deb baksak bo'lar ekan. Yo 55.000 bo'lib ketdi. Shunga biz mana to'xtab yo'ldan bitta savdo qilib chiqaylik. Hop, buni bitma olamiz. Keyin mana 30 minutdan bitta bitma olamiz. Keyin 2 minutdan 2 taksak 39.000 bo'ldi. Bo'ldi. Bizga mana shuncha narsa yetaveradi. Qachon kesin? Da. Bitta kelar ekan yaxshi. Boshlanishi yomon emas. Bittada kiygani bilan vaqt kutish kerak ekan. Voy, bitta minus taraf topildi. Magazinni hali ochmay turamiz. Da, bolalar, bizda hozir mana narsalar hammasi ochildi. Endi bir qo'yda bu qo'yadi yana. Mana ustini ochadi. Ne yaptı? Koyuldu. Şimdi bu ahlatça taşısak gerek. Değişmesin. Kan ahlat. Kan ne taşıydı? Daha bol çınarlı. Tabi hala açılmayan. Uçağımız tepeye gitmeyi diyor kardeşimiz. Yaxshi, pastga qo'yamiz. Pastga qo'ysak bo'lar ekan. Ichiga qo'yamiz. Mana bu narsa nima edi? Da bu nimadir? Buni har narxlasa ham bo'ladi-ku menimcha. Adashmasam narxlasa ham bo'ladi. Da buni qo'yamiz. Bitta minus tarafı lekin menimcha shu stolga o'tirsa yana bug bo'lib qoladi-yu. Chunki hozir bolalar men yana bir chiqib kirishimga to'g'ri keldi-da. Ana endi bug bo'lmasa kerak desam yana bug bo'ldi. Shunga men hozir yana chiqib kirishga majbur bo'ldim. Bilmayman, endi shu open qilganimizdan keyin o'shanday bo'lmasa kerak. Qani bo'lmasam kutib turamiz. Da, bolalar klientlar kelishni boshladi. Menga qancha qaytar deyapti? Zdach 35 deyaptimi? 10 qo'yamiz. Da bunga zdach kerakmi? Da, men endi buni tushunishni boshlayapman. Opa, juda ko'p tovarlarimiz. Bu kartadan ekan. 4 25 deb. To'g'rimi? To'g'ri. Opa, mana shu bolalar biz ham savdo qilishni asta-sekin boshlab yubordik. Xo'p, biz qancha deyapti? 5 45 deyapti. 25 10 yana bitta 10 45 bo'ldi. Narsa sotyapsan deyapti, yaxshi deyapti. Korotchi. Gap yo'q. Deyapti bu ham kartadan ekan, yaxshi. O'yinga gap yo'q, grafikalari ham normal, yomon deydigan darajada emas. Normal chidasa bo'ladi.
Hı. Yaxşı. Bol. Kanka normal emas. Juda zor oyun ekan. Qancha 250 deyapti bu. Ikkita va mana 50 sent. Klientlarimiz oshib boryapti. Yaxshi bu. Menimcha menga kartasi qulay deb o'ylayman. Kartalilar pul yana chidasa bo'ladi. Yaxshi grafikali o'yin, gap yo'q. Da mana bolalar bizni tovarimizni ishi tugatib tashlashdi. Qoyil qolsa bo'ladi. Bu puldan ekan toshna 3000 beramiz bunga. Qoyilni o'chirib qaranglar. Gap yo'q, shunchagina tovarga shuncha odam. Sen nima? Nima deyapti bu hozir? Ha, bir. Mayli, yaxshi deyapti. Yes dedi-ku. Oshirgan deyapti. Xursanda kirich. 80 50. Bo'ldi. Ketavering singlim. Yaxshi, hozir bu kartadan deyapti. Yaxshi ketar. Yaxshi, tovarimizni tugatib tashlashdi, qoyil qolinglar. Besh. Hozir bu olgan narsasidan zach ko'p bo'lib ketyapti. To'g'risini aytsam, men shunisiga lol qolyapman. To'g'ri, qoyil qoling, narsamizni tugatib tashladi. Men shunisiga hozir 5 ketyapman. Voy, adashdim. Yaxshi, savdo ketyapti. Bizda hozir 217. Biz hozir o'zgacha narsalardan buyurtma qilib yuboramiz. Yaxshi foyda deyapti. Menimcha birinchi kun tugadi degan umiddaman. Hop, yaxshi, total 19. Yaxshi, yo'l, balans 1 yaxshi. Minusga ketganlarimiz 0. Minusga umuman ketmayapmiz. Qoyil qolinglar. Ana endi narsa buyurtma qilamiz. Men hozir ham turib bo'lmaydi, endi yana bug bo'lib qoladi desam, hamma narsani qilib bo'lib turib o'tirish kerak ekan. Bunaqalarga lekin bizga birinchi fast foodlar kerak. Bo'lmasa biz hozir minusga kirib qolishimiz hech gap emas. Mana undan bitta buyurtma olamiz. Keyin mana undan bitta. Mana undan bitta buyurtma olamiz. Beklar hali yopiq o'xshayapti. Yana mana bitta, mana undan bitta, mana undan bitta, mana undan bitta. 111 qilib bo'ldi, gap yo'q. Ana endi kutamiz. Bu yerda menimcha yong'in ham bo'ladi deb o'ylayman. Hop, magazinimiz ochiq, hozircha yopib qo'ysak ham bo'ladi. Mana narsalarimiz. Men boyagina kutamiz deb o'yladim. Hech kutmadik. Shunisiga shukr qilamiz. Yaxshi. Qo'yib bolalar, biz narsalarimiz ortib qoldi. 200 ming turar ekan bunaqadan. Xudo xohlasa hozir pul ishlab yana unaqadan sotib olamiz va biz magazinimizni ochdik. Kelib qolinglar. Biz kassada o'tiramiz. Hozircha magazinimiz kichkina, chidasa bo'ladi lekin. Biz bolalar savdoni qilyapmiz. Gapir, уже 120 mingga qilib qo'ydi, qoyil qolsa bo'ladi. Yaxshi ketyapti hozircha. Gap bo'lishi mumkin emas. Xo'p, biz bunga 11.81 sent. Yaxshi. Mana bolalar, men savdoni qilyapman. Gap yo'q. 25 61
Yaxshi, men hozircha hamma yer to'ldirib olay. Bularni keyin sразу ochmay qo'yib turaman. Yaxshi, opa, sizga tekinga ham beraverardim, lekin unday bo'lmaydi. 25 10. Opa, sizga mayli. Yaxshi ekansiz. Hop, mana yerdagilarni endi tahlib chiqish kerak. O'zi boya ortib qo'yganlarini. Voy, yana olmaganligiga qarang, beparasol. Narxlaymiz. Bo'ldi, shuni narxda qilamiz. O'zi yaxshi bo'lib turibdi. Solamiz, boyabda 10 buyurtma oldik. 10 bu yerdan ancha kamayib qolibdi. Bu yerga tiqishtirib yuboramiz. Oldu, mumkin emas deyapti. Og'zini yopib, mana yerga tashlaymiz. Mana bu narsani maring bitta yaxshi kakras mana bu yerga kerak edi. Pastdagisini bo'lsa bosib yuboryapman. Mana bo'lsa. Bu hozircha narsalarimiz to'ldi. What the fuck? Bizni pullarimiz qaranglar. Hozir biz narsa zakaz qilmasak bo'lmaydi. Ya'ni narsa emas. Mana buni qo'yadigan narsa zakaz qilaylikchi. Mana obunachilar, men shuncha narsa zakaz qilib bordim va mana bu narsadan buyurtma qilib tashladim. Yaxshi, to'g'ri narsa qo'yaymi? Nimadir bo'lib qoldi. Ovozsiz bo'lib qoldimi? Mayli, shunday o'ynayveramiz. Narsalarni qo'ydik. Shuni mana bu yoqqa tashlaymiz. Mana bu nima? Bu un. Mana shu yerga qo'yamiz. Yaxshi, obunachilar. Nimadir bo'lib qolibdi, lekin ovoziga. Hayron qolyapman hozir. Nimadir bo'lib qoldi. Bo'pti, unga e'tibor bermaymiz unda. Bu yana mendan vafo kutmanglar deyishim. Bu nima? Hozircha savdomiz yomon ketmayapti, lekin bolalar. Savdo hali qilganimiz yo'q, axir. Tugadi. Hamma yer to'ldiramiz va bu nima? Yana shunaqa bo'ldi. Hamma yer to'ldi. Menga bunaqa sokdan kerak.